Hey yo jigarlarimiz, bugungi videoda sizlar bilan yana Mojito PUBG. videoni cho'zib o'tirmaymiz. Video nima haqidaligini previewda ko'rib olib kirgan bo'lsalaringiz kerak. O'sha ya'ni WoW yasashni o'rganib o'tamiz jigarlarim. Qani videoni cho'zmasdan let's go unda. Hop, birinchi o'rinda jigarlarim yaratadigan joyga kirish kerak. Ya'ni yaratishni bosamiz va shu joyda xohlagan zallaringizni qo'yib olasizlar. Xohlagan menga shu zal yoqdi, shuni kirib olaman. Kirguncha videoni kesib turaman jigarlar. Hop, yaratiladigan joyga kirib oldik jigarlarim. Erinchi olov uchun chiqardim bu videoni. Birinchi o'rinda resurslar marketini bosib, lupani bosamiz va shu joyga 1vs1 deb yozsak, shuni o'zi yetadi jigarlarim. Va shu joyda har xil zal ochiladi. Bittasini tanlab olamiz va nastroykasini qilishni o'rgatib o'taman. Hop, men shu kartani tanladim va buni nastroyka qilishni birin-ketin tushuntirib o'taman. Sozlamalarga kiradigan bo'lsak, xuddi shu o'yinda bizda ham oshiladi. Jamoalarning maksimal soni 2 tadan qilib qo'yamiz. Jamoalarning eng kam soni bo'ladi va jamoadagilarning maksimal sonini eng pastdagi dinamik jamoalarni boshqarish qurilmasi orqali bosamiz va eng kam sonini bitta qilib qo'yamiz. Va bu joyda raundning davomiyligini 60 minut qilib qo'yamiz va mash tanlash vaqtini 10 sekund qilib qo'yamiz. Saqlashni bosamiz va boshqa bo'linmaga o'tamiz. Xo'p, g'alaba qoidalarini bosadigan bo'lsak, mana bu yerda qurbon rejalari bir nimalar deb yozib qo'yibdi. O'shani belgilaymiz va bu joyga necha shot olsanglar, o'shan tugashini belgilab qo'yasizlar. Men 25 shot qo'ydim. Yo pastda shotni ko'rsatib qo'yadigan joyi bor. Dushmaninglar necha shot oldi va sizlar necha shot oldinglar, o'shani ko'rsatib qo'yadigan joyini birinchisini belgilab qo'ydim va bu joyda ham saqlashni bosib chiqamiz va boshqa o'yinga o'tamiz. Gameplay nastroykalarini tugatib oldik va personaj nastroykalarini qilib o'tamiz. Qayta tirilishdan keyin mag'lub bo'lmaslik sonini bitta qilib qo'yamiz. Hozir nota bo'lib qoldi, maksimum bo'ldi. Bitta qilib qo'yamiz o'shani. Bitta bo'ldi. Qayta tirilishning limiti, ya'ni 25 ta qilib qo'ydik. O'ldiriladigan son 25 ta o'ladigan son qilib qo'yamiz endi. Qayta tirilishni kutish vaqtini 3 sekund qilib qo'yamiz. Va bu pastroqqa tushadigan bo'lsak, cheksiz patronlarni hak qilib qo'yamiz, cheksiz darov qutularini ham hak qilib qo'yamiz. Xo'p, eng pastroqqa tushadigan bo'lsak, mashdan keyin masalan hozir lootni saqlab qo'ymaslikdan bosib qo'yamiz. Agar lootni saqlab qo'yadigan bo'lsak, xalaqit beradi. Bu joydan ham saqlashni bosib chiqamiz. Xo'p, endi kartaning nomi va rasmi uchun rasmga olib qo'yamiz. Eng tepada o'rtada turgan suratga olishni bosamiz. Bu yaxshi chiqmadi, sal orqaroqdan va balandroqdan olamiz. Va rasmni ham oldim, mana saqlashni bosamiz va ozroq vaqt kutib olamiz. Men bu vaqtni qisqartirib yuboraman, sizlar zerikmasinglar uchun. Xo'p, surat saqlanib bo'ldi mana. Xo'p, endi X'ni bosib chiqamiz va endi sinab ko'rishni bosamiz yerlar. Xo'p, sinab ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turasizlar, telefon ozroq qotyapti. Uni ahamiyatga olmaysizlar degan umiddaman. Bu yerda Amir ham bor. Amir hozir bizga kerak emas. Biz sinab ko'rish anaqasini bu joyda ko'rgan bo'lsanglar kerak, o'ynab ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xuddi o'sha zalni qilib ko'rdim. Xo'p, endi bu zalni qanday postimizga joylaymiz deyotgan bo'lsanglar, hop, eshikni bosamiz va saqlashni bosib chiqib ketamiz. Chiqqanimizdan keyin xuddi shu joyga olib ketadi va bu joyda bizni WoW kartamiz turadi. WoW kartamiz ustiga bosib, xuddi shu joyning ustiga bosib turamiz va shu yerda WoW kartangiz nima haqida bo'lsa, o'shalarni tanlab chiqasizlar. Hop, name'ni bosamiz va kartamizning nomini yozib olamiz. Bu joyga 1vs1 va M416 Amir deb yozib qo'yamiz. And Amir. Hop, yozib oldik. Hop, endi buni saqlaymiz va bu joyga 1vs1 deb yozib qo'yamiz. Nimaga deysanglar, qidiraydiganga ko'pchilik 1vs1 deb yozib ko'radi. 1vs1 degan paytlari bizni ham WoW kartamiz chiqib keladi. Hop, xuddi shu oradagilar joylarni admin qilib yuboramiz. Oradagi joylarni qo'yadigan bo'lsak, ko'pchilik orasini ochib qo'ymaydi. Xuddi shu joyga plusni bosamiz. Katta ekrandagi plusni bosamiz va rasmni boshiga qo'yib qo'yamiz. Va pastdagi plus ptishkani bosib qo'yamiz va joylashni bosib nashr qilishni bosamiz va bulutga post qilish kerakmi deb so'raydi. Okeyni bosamiz deylar. Hop, bu joyimiz nikimiz avvaldan qo'yilgan ekan. Amerdagi A harfining o'rniga boshqacha A qo'yib qo'yamiz. Va boshqatdan joylashni bosib nashr qilishni bosamiz va bulutga post qilamiz. Va 10 daqiqadan keyin slaydni
chop etish maydonchalariga mana shu xuddi mana shu yerga joylanadi. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agarda yoqqan bo'lsa, bitta layklaringni ayamaysizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasam keyingi videoda sizlarni kutib qolaman.